2026-yil 27-avgust Buxoro viloyati Shofirxon tumanidan okamgila Maxbull 1.2 kubali pogruzchik xarid qilishdi. Hozirgi kunda ko'p aka-ukalarimiz pulni qayerga tikishni bilmayotgan paytda ishbilarmon akalarimiz texnika olib ishlatishyapti. Aka nasib qilsin, buyursin, yaxshilik ishlating. Tilaklaringiz aka. Bizani Mardon ukamga kelib xarid qildik, albatta zo'r ekan, texnika ishlatib ko'rdik. Yaxshi, ishimiz ham tez bitdi, hujjatlar hammasi zo'r. Arzon ekan. Kelinglar, sizlarga ham nasib qilsin. Kelinglar buxoroliklar, shofirkonliklar, kelinglar sizlar ham olinglar shu yerdan. Tanish sog' bo'lsin, aka buyursin. Yaxshilik ishlatinglar. Hammanglarga nasib qilsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.